Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bizningki Uyg'ur tadqiqot markazimizningki YouTube kanalidan elib borilgan programmamizningki ikkinchi soni xush keldinglar. Bugun o'tganki programmada texnikalik xatolik tufayli uzilib qolgan Xitoyning Xinjiang saqchi hujjatlari haqidagi suhbatimizning davomini o'xshashlar bizningki mehmonimiz tadqiqot markazimizningki tadqiqot yetakchisi Ilshod Hasan efendi bilan elib boramiz. Arkadan bizningki asosli temamiz bo'lgan Xitoyninki raisi Xi Jinpingninki Sharq Turkistonga elib borgan ushtumtut ziyoratiningki nima uchun elib borilganligi va uningki Xitoyning davlat ichi va xalqarodagi ta'siri va u bermoqchi bo'lgan uchurlar haqida mulohaza elib boramiz. Ilshodga xush keldingiz. Aleyküm assalam. Riyasetçinim ve ekran aldırki hemmanlığa salam, rahmet, taklif kılmanızga. Mehmet Tohti. Sizge köp rahmet. Hürmetli vaxtınızı çıkarıp bizdeki sohbetimizge qatnashib berganingiz uchun. Ilshodga o'tganda texnikalik sabab tufaylidan bizdeki sohbetimiz to'liq tugmay to'xtab qolgandi. Ko'ruvchilarga bu to'g'ri tushuncha bergan. Shu bugun biz shu vaqtdagi sohbatning davomini bir tushirib olsak, siz shu o'tganki programmaningki bir xulosasini qilib bersangiz, undan keyin rasmiy bugungi temaga o'tsak. Buldu. Xitoy saqchi hujjati ya saqchi arqipi deb atalgan bu hujjatlarninki asası cihetten 4 kategoriyaga böldük. Birinciden Xitoy milliy qirg'inchiligining ziyonkashligi uchragan Uyg'urlarninki tizimligi va rasmlari. Rasm 2000 parchadan ortiq, tizimligi 8000ga yaqin. Anlaşımca onundan mı dep anladım. Bu birinci kategoriyadaki. Yana bunun da biz bütün şu Konuşada tutulgan Uygurlarninki bularning tizimlikleri, bazılarının resimleri biz koygan hammamizninki qalbini ezgan bir ananinki ko'ziga liq yosh bilan shu rasmdan boshlangan yana yoshlar bor, kichik bolalar bor, mo'ysbit buvay mo'maylar bor. Şu resimler. Bu birinci kategoriyadikisi. İkinci kategoriyadikisi mening qo'yduğum Xitoyninki amaldarlarınınki maxfiy so'zlari. Bunun içinde Xitoy Abdunum rayonga atalmış, Abdunum rayonga tayinlagan baş sekretari Chen Quanguoninki 3-4 parcha ishki so'zlari. Yana uning hammasini maxfiy deb belgilangan so'zlar. Onundan başka şu vaqtdagi Xitoy jamoat xavfsizligining ministri bo'lgan Zhao Kejining so'zi. Onundan başka yana Xitoy siyosiy bürosining Wang Yang, Yu Jingsheng qatorli Xitoylarning so'zlari, hatto Shuhrat Zokirning bor, G'ulji oblast saqchining bosh amaldorining so'zlari bor. Shu qatordagi Zhu Hailun yana Xitoylarning. Bularning hammasining so'zlari bor. Bulardı mı nayti muhim uçurlar bor. Aldan ketim ben bir akor dep ötüp kettim. Yana bizninki yana bir söhbetimizge münasebetlik. U bosumu Xi Jinping bu ketimki milliy qirg'inchilikdagi roli mushu Xitoy amaldarlarının söz bilan aniq bo'ldiki, bu milliy qirg'inchilikninki loyilig'uchisi ve en oxirgi turgan qatil, birinci nomerli qatil Xi Jinping o'zi. Bu ne? Şu Xitoy amaldarlarının sözlerinde o'xshamagan kelimeler bilan bunu ispatladı. Mesela bunun da Chen Quanguoninki meni Xi Jinping sekreter o'zi avatgan. 5 yillik deganda men 10 yil turman dedim. Degan Xi Jinping şu Chen Quanguoning so'zining ichida bor. Undan keyin Zhao Kejining so'zida 10. betda şu agar biz şu hujjatlarni açsak, şu yerin ko'ra olasizlar. 10. bet. Yana Zhao Kejining Mushu so'zlar şu hujjatning ichida bor. İçeri bak. Şu hüccetlerin içeri bak.
Joker'cının sözümü şu hücretler İngilizcesi var, Xitaycısı, originalsı var. Şu originalsınınki 10. bette Joker'cının sözde. Deydi bunun aldıriki, Joker'cının aldıriki Cemaat Xavfsizlik Ministerliğinin baş ministeri olan Goşin Kundigen Xitay Abdunum rayonga 2017'si ziyaret qilib, tekshirib, qaytib borgandan keyin Xi Jinpingga doklad qilgandan keyin Xi Jinpingning bir buyrug'i bor ekan bu yerda, shu o'z naql keltirib deydi. Bu buyruq nima deydi desa, saqchining stajini ko'paytinglar. Chekilgan vaqtning ichida tezdan saqchining stajini ko'paytirish, turmalarni kengaytirish, yangi turma selish. Bunun için merkezden meblağını yetkizish. Bu demeklik nima degan vaqtida bu söz Xi Jinping'ninki. Hatta lager bilan turma, hatta saqchining sonini ko'paytirishdan tortib Xi Jinping o'zi bevosita tasdiqlagan. Bu yilqi siyosiy jihatdan keng doirada bir yo'l yo'riq berish emas. Konkret inchga hatta şu türmünün tatip saqchining sonini ko'paytirishdak mushunda inchki ishlarga aralashgan. Bu yerda men bir misolni keltirsam, hamda tarixdan. Stalin yana bir qonxo'r kommunistlarningki. Stalinning mu xotir daftarlarida o'z vaqtida aşı lagerlarga gulag qilgandi. Shuning ichiga akirgan har qitim tutilgan odamlarning sonidan tatib yezilib mangan. Bu demek bu diktatörler hemisi okşaş. Naiti inçke arlaşkan. Şunun için bu ikinci türkümdeki hüccetler yana Xitay dahiyelerininki sözleri bevasita Xi Jinping merkezi Xitay hükümetininki bu Uygur milli kırgınçılıkının keyindeki birinci numaralık katil. Onu hem de akırkı bir adamı taksak Xi Jinping'e takılıyordu. Bu ikinci türkümdeki. Üçüncü türkümdekisi Künes nahiye Tekes Konişe Kaşqay'nın Konişe Gulca Oblastı'nınki Tekes. Bu iki nahiye bolup mu Konişe nahiyesinin iki lager, yani birisini sanat bağçısı deptu, yani birisini terbiyeleş merkezi deptu. Bu iki lagerini qanda qilib, bunun bexatarligiga kapolat qilish to'g'riliq saqchilarning o'rinlashtirilishi, bu lagerlarni qanda boshqarish, bir odam kasal bo'lib qolsa, qancha odam uni doktorxonaga aparish, qo'liga ko'yiz selish, qaysi saqchi qoral elish, qaysi tipdagi qoral elish. Uningdan keyin har bir 2 haftada deyman. Eğer bu lagerdekiler urug' tuqqanlari bilan ko'rishimiz desa, ayda bir telefonni oldin ala onun urug' tuqqanlari bilan mazmundan tortib doklad qilish qatorliq shunchalik inchga. Endi bu turkum hujjatlarning ichidagi men oldin ketim bir bayon qildim. Eng odamni nima qildig'ini, bearam qildig'ini nima deganda aniq yozilgan. Eğer lagerning ichidagilar qochma deb urinsa, birinchi qitim osmonga o'q chiqarib agaq, ikkinchi qitimda yanala oldiga etilsa yoki urinsa naq maydon o'ltirib etish, uningdan keyin doklad qilish deydi. Bu birisi odamni bearam qildigan. Yana birisi nima deganda, buning ichiga yana qurolliq zarbidor atriti bor. 6 Xitoy saqchi. Bir Uyg'ur yo'q. Bu zarbidor atirtida. Bu zarbidor atirtiga yana milliy turi ishiltidigan pilimot. Uni amdelki jigwanchang deydi Xitoycha. Biz Uyg'urlar pilimot deymiz. İngilizce'de hamısını automatic rifle deydi, automatic rifle. Ama o ilki biz ko'rgan ikki tirigi bor, trap qo'yib, o'qni atalaydigan pilimotni ko'rsatadi. İngiliz tilidagi machine gun degan. Machine gun desa, ba'zi vaqtlarda avtomatni machine gun deydi İngilizce'de. Bak cho'ng nemisi yo'q. Ama ma'nidagi degini shu
eningda Xitoychasida nima deydi desa, Banyong, Junyong, Jichang deydi. Yana harbiylarga ishiltadigan bir skadronga berildigan pilot. Bu neçiz pay bo'ldi atalaydı demdi to'xtamay. Umumyüzlük Sirvastan buldu demek ki. Buldu degan. O pilot şunu bildirdi. Aldığı kelgenden hemmini serpli mangsang buludu. Ölte degan gapda. Bu ikinci türkümdekisi. Bu mu naiti köp. Her birisini ayrım meningçe eğer bizning Uygurlar tadqiqatchilarimizning vaqti yetsa, shu bir qoidasini bir tadqiq qilib bir parcha maqol chiqadi deb qarayman men. Buning ichida naiti ko'p uchurlar bor. Oxirgisi 4-chi qismidagisi Xitoy saqchilarni, bizning Sharq Turkistondagi Xitoy saqchilarni tarbiyalash, ularga qanday qilib ko'chada bir odamlarni to'sab, o asosan shu Uyg'ur qaratgan. Saqchi qaysi taraf tuturib, qanday qilib uni bo'ysundirish, qanday qilib uni tutish, uni qanday qilib saqchiga apirish, qanday so'roq qilish, o'qni qanday etish, miltiqlarni qanday ishiltish, qanday yeriga etish, qanday qilgan vaqtida u odamni naq maydonda o'ltirib yotgan bo'ladi, hammasini tafsili o'rgatgan. Oldu bilen saqchilarni, lagerning qorovullarını hemisi terbiyelash. Kişilerini tutkun kılgan etken. Hattoki so'roq qilishninki taktikasini tartib. Qanday savol so'rash, qanday qilib bir odamni aldab yoki tahdid har xil usullar bilan uning og'zidan uchurni elish. Uni so'zlik uzish. Mandal degan vaqtida bu 4-chi kategoriyada. Bu yerda hamda yana bir turkumlari bor. Buni men shu ikkinchi nima 3-chi turkumdagisiga kirgizsak bo'ldi, 4-chisiga. Ular bo'lsa, oma ahamiyatga ega, nayt muhim. Bu hujjatlar bo'lsa, mushu Qashqarninki Konisha nahiyasining har bir yeza, Opal deydi, bu yezlarninki kanitlardan tartib qaysi kuni qandaq bir terrorizmga qarshi tuyuqsiz tayyorlikqa o'tish, kaltak to'qmoqlarni ko'tarib naga berish, qandaq to'xtatish, qandaq tutish maktablarni tartib. Buning ichida mening diqqatimni qo'zg'agani, masalan, ashada bir yezi bor ekan, Konishaninki ismini unutib qoldim. Qo'saq bir nima degandek yeza. Shu yezininki maktabga berib tekshirish. O maktabning ichidagi bolalarninki soni alaydijiq. Uningdan keyin sap Xitoy muallim rasmlarga qaraydigan bo'lsak. U yerda saqchilari bor. O saqchilarninki qo'g'dash xodimlari qatorliqlarni. Demak, bu xildagi hujjatlar muhim. Ammo 4 kategoriyadagisi bu milliy qirg'inchilikninki aq ko'rinishi, kulimi, zaxmiga uchragan odamninki soni. Masalan, men oldin ketimda qisqa o'tdim. Chavkirjining yana bir so'zida muhim qismi meningcha u bo'lsa, Uyg'urlarning ichida pan-turkizm, pan-islamizmning ta'siriga uchragan 2 million bor deydi. Janubda diniy radikalizmga uchragan 2 million deydi. Bu 2 milyonga qo'shib kelsak 4 million. Demak, bularninki nishoni hamda bu 2 milyonning orasida azroq bir-birisiga chetishadigan masalan, ham pan-islamizm, pan-turkizm, ham radikalizmga o'xshash uchirdi degan holatdimi biz buni bir-birisiga azroq overlap demdi o inglizchada. Asta desakmi, yana balkim 3 milliondan jiqaroq odam faraz qila olamiz. Shuning bilan bu hujjatlardan bu lagerlarga tutilgan Uyg'urning sonini biz o'zimizning farazi bilan desak, balkim xalqarani qoyil qilish tasarak bo'lsa, meniki masam bilan 4 million desakmi bo'ladi? Kam bo'lganda 3 million desakmi? Nerede ispating var desa, mana deb ko'z tanlaydiganga bu Xitoyning o'zining so'zidir.
Muşu 4 kategoriyaga ayrıdık. Biroq tushundirish verdim. Bugün bunu hem de xulaslab, oxirsida menga bak ta'sir qilgan yana bir yeri var. Bo'libmi muşu Chinchangoning so'zidiki. Bu so'zi xatolashmasam, men bir vaqtini bir qarab o'tay. 2018 6. ayınınki 6. ayının 18'i. Chinchango'nunki Abdunum rayonida qilgan bir so'zida. Bu yerda buningki so'zining 17-betida. 18. betida. Bu yerda bir masala var. Yana bu biz Uyg'urlarga bo'libmi bizningki tarix va ziyolilarimizga bevosita qaratilgan. Chinchango deydi, burun 3 kitap deydi. Bu 3 kitapni hammamiz bilamiz. 3 kitap deganlik hammamiz bilamiz. Turg'un Almasning Uyg'urlar, onlar tarihi, Uyg'ur qadimiy adabiyot tarihi. Bu 3 kitapni ko'rsatdi. Shuhrat rais menga eng dastlab degan vaqtida deydi. Bu 3 kitap ko'pligan odamlarni zaharlagan deydi. Ama bu yazgıcı deydi, bu adam ölüptü deydi. Yazgıcı ölüptü. Lekin men buyruq tushirdim deydi. Lodong Chuan degeniga. Lodong Chuan degeni keynida Abdunum rayonining muavin raisi bo'lgan Xitoy. Hozir Fujian o'lkasininki o'lka partiya sekretari. Bu Xitoyning yuqori soti ishlagan. Deydi, men Lodong Chuanga buyruq tushirdim. Bir alayida tekshirish xizmat gruppasi, ya'ni Chuanzo qurilish kerak. O'lganni tekshirib, uningga delo turg'izib deydi. U agar partiyalik bo'lsa, partiyadan qo'g'landi qilib, uni qonun bo'yicha sotlashimiz lozim deydi. Bu Turg'un Almasga o'lib ketgan bir ruhga qaratgan so'zi bu Chinchango'ninki. Bu yerda şu kadar vahşi. Hem yeni bir taraftan aytganda o şu kişilerini halk alem aldığında sazayı kılıp hem kişiler eyiplaydigan evlatları, balı çakaları muhalaka cemiyette o yaxşı gün görmeydigan müştağalığı keltirişimiz gerek demek için de bu. Mana degan vaqtida Uyg'urning qalbida o'rni bor. İnsanlarni mayli u o'lib ketgan bo'lsin, mayli u chet elda bo'lsin, yoki o'lib ketgani yillar, 10 yillar bo'lsin, ularning hammasini Xitoyning manfaatiga ta'sir yetkazganlar bo'lsa, Xitoyga qarshilik bildirgan bo'lsa, norozilik bildirgan bo'lsa, bularning hammasini açıp sazayı qilish, ularning avlodlariga yomon kunda qo'yib, Xitoy hukumatiga qarshi chiqsang, oqibating mushu deb hammani qo'rqitish, bundan keyin ularning jamoatninki qalbidagi bu obrazni xunuklashtirish. Shuningga bu yerda bu Turg'un Almasni misolga elib, garchi o'lib ketgan bo'lsa, uni qaytadan delo turg'izib, partiyalik o'z partiyadan qo'g'landi qilib, uni qonun bo'yicha sotlab, mana degan vaqtda o'lib bo'lgan odamni sotlayman deydi. Uningdan keyin sazoyi qilish orqali ibrat qilamiz boshqalarga deydi. Hamda shu kitob to'g'riliq bu Chinchangoning so'zida deydi, Yakan nahiyasining hokimi deydi. Shu 3 kitobni o'qiganligidan zaharlangan biz tutdik deydi. Bu yerda demak, bu tutishninki nishoni faqat hayotlarga emas. Hayotlarga emas. Bu milliy qirg'inchilik tirik qolganlarga emas. O'lganlarga qaratgan, qochqanga qaratgan. Shuning uchun chet eldagi endi xuloslab mangsam, mushu Turg'un Almas qaratganni mushu so'zidan biz nimani egallaymiz deganda, bu milliy qirg'inchilik Uyg'urning yiltizidan tatib quritma degan mushu plan bilan mangan. Bu
chet eldeki ba'zi hozirgacha o'zini ko'rsatmay möküp yurib kelgisi bir kuni yana qaytqini bo'lammi degan umid kutganlar bu so'zimni yaxshi anglang. Xitoyninki so'zini yaxshi o'qib chiqinglar, xitoychini bilsanglar. O'lganni qo'yib bermayman degan Xitoy hargiz chet elda bir necha yil turib qaytgan hech kimni qo'yib bermaydi. Uyg'urli bo'lar ekansan, seni hamon bir kuni yeydi. Bu yeyishi aniq. Bunun bilan tugatsak. Ma'qul. Xitoyniki Uyg'urlarni millat sifatida yo'qotish bu davlat strategiyasi necha yuz yillik yoki eng keyin aytganda shu Xitoy Kompartiyasi Xitoy Xalq Cumhuriyeti'ni qurgandan keyin hozirgacha ilib borgan harakatlarning asosiy maqsadi. Ama yıllardan bu yan Xitoylar bunun da vasıta kullanış cihetten biraz ikkilinip hem yumuşak hem kattık vasıta otursa da ikkilinip kelgen. Şunun için mi belki nurgun chet eldeki Uyg'urlar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin, Xitoyni sirtdan kuzatib atqanlar bo'lsin, bu lager siyosatidan keyin dastlabda Xi Jinping planlagan bir merkez o'ttirib qo'ygan bir plan ekanligidan gumonlangan. Belki rayonluq hükümet yani Xitoyniki Sharq Turkistondagi doiralari buni o'zi oldiga urunlashtirgan bo'lsa kerak. Ama merkez fakat siz deb o'tgandek yuqorida siyosiy jihatdan cho'ng bir qarorni bergan, muqimlikni saqla yoki radikallikni tugatib, ama konkret tadbirlarni yerlik olgan degan shundoq tunish tadqiqotchilar, chet ellik kuzatuvchilarningki tunuşu bo'lib kelgan, benim kuzatishimcha, bilishimcha. Ama bu hujjatniki chiqishi siz boya deb o'tgandek bu ishlarniki Xo'jintau davridagi yoki Jiangzemin davridagi o'xshash merkez Xitoy merkezligini Xitoy merkezi umumiy bir qarorni, yo'l yo'riqni yoki siyosatni, buyruqni berib yerlik ahvol qarab ijro qiladigan emas, balki bir qo'lliq merkez Xitoy merkezi hükümetinin urunlaştırışı bilen elip berilganligini o'ttirib qo'ydi. Şu noktadan elip aytganda bu hujjatninki ahamiyati nihoyatda cho'ng deb o'ylayman. Ya'ni kishilarning turmushini o'zgartirishdan mayli siz deb o'tgandek chet elda oddiy o'ylab masalani yengil sanab qilayotgan Uyg'urlardan tortib bu Xitoyninki tabiatini yoki navbatdagi siyosatninki negizlik stratejilik tarafını düşünemeyen tadqiqotchilargacha, siyosatchilargacha bu hujjat bir haqiqatni, bir perdini yechib bergan bo'ldi. Sizningki mulohazalaringizdan ham shu hujjatningki mazmunlaridan shuni his qildim. Shundoq, mana desiniz yana bir narsa, shu Tinchenko'ning so'zidagi shu zamonga nimam keldi. Bu çünkü ben bularni qayt okudum. Qayt okudum. Hazır mı birini yazmaya desem yana okup şunu izlevatım. Şununla asasen hemen nerse birden keldi oylasamlar. Tinchenko yanındaydı. Qo'sh tilni ching tutishimiz kerak deb. Onun ikindaydi muarif nazoratidagi sattar bu bölgünçiliklerinin ideyisi bilen bulganganlığı için deydi. Uygurlarınki Ali mektepki intan beradigan kinishkisini muarif nazareti layliga vaqtida Xitoy tilini chet el tili qatoriga kirgizib qo'ygan. Xitoy tili qanda bo'lib bu Xinjiang, endi Tinchenko'ning gapi bo'yicha bu Xinjiangda chet el tili bo'lib qoladi Uyg'urlarga. U degan bu davlatning tili tursa, shuningga bu muarif nazorati bo'lgunchilarga va nim qilgan fursat bergan. Bu Uyg'ur yoshlarni, o'smirlarni bulg'ashga bular rol o'ynagan deydi. Ama bu masalani yana ko'tarib chiqqan kim o desa, bu oliy maktabga imtihon berish, bu kinishkini bu Tinchenko'ga ko'rsatgan yana shu Lo Dongchuan degan Xitoy.
Bu Xitay, endi men nima uchun bu Xitoyninki bu so'zlarga diqqat qildim desa, Lo Dongchuanni Xi Jinping Beijingdagi Xitoy yuqori sotidan avtonom rayonga avatgan. Bu Xinjiangdan burun borgan. Bu demaklik bu yerda Xitoyning Xi Jinpingning bu milliy qirg'inchilikni ep berishda oldin ola o'rinlashtirishi qadam mangan. Shuningga Lo Dongchuan berib bu yerda qayalarni izlash, nima qilish, aqtirish bularning hammasiga qatnashib shu bu yerda bir savol keldi. Bu tema uzoq ketgandek turdi, shundaqmi? So'rab keldi. Xi Jinping shaxsan nima uchun Uyg'urlarni bu darajada bostirib yo'qotib o'tishni o'ylaydi? Masalan, boshqa Xitoy raisleri bo'lsin yoki undan boshqasi bo'lsin, davlat manfaati uchun buni qiladi desak tushunishli. Ammo Xi Jinpingning bu qadar hirisman bo'lishida buning arqa ko'rinishi nima sizcha? Buni hamda bir cho'ng tema. Qisqacha deb aytsam, Xi Jinping Mao Zedongdan keyin o'zini Mao Zedong bilan tang naiti Xitoyning ulug' bir daisi deb ko'stima deb chiqdi bu o'zini. Chiqib bo'lgandan keyin bu nemisini ko'rsatdi. Shuning uchun bu natija ko'rsatish kerak. Bu natija degan nima degan vaqtida diktatorlarga xalqni bo'ysundirish bu natija deb hisoblandi. Shuning uchun Xi Jinpingga shu vaqtida bu sakniga chiqqan vaqtida 2014 rasmiy Xitoyning bosh raisligiga tayinlangan vaqtida Uyg'ur diyorida, ya'ni bizning Sharq Turkistonda qarishlikmi eng yuqori pallaga yetilgan vaqtlar. Biz azroq ko'z oldimizga keltirsak, Xotdan, Aqsu, Qashqa 2013-14gacha. Bu dunyoninki ko'zi shu vaqtdan tortib bizning vatanimiz Sharq Turkistonga ko'z tushyaga qaraldi. Yana birisi Hong Kong. Shuning uchun bu Xitoy mushu ikki rayon, ikki xalqni butunlay bo'ysundirish orqali o'zining Mao Zedongga o'xshash, hamda o Mao Zedongga o'xshash janqayshul urush qildigan fursat yo'q bu Xitoyga. Shuning uchun urush qildigan. Ma ikki rayonni oldi bilan bo'ysundirish bu Xitoyning tanlagan o'ziga manda degan vaqtida o'zini to'nitishninki bir yo'li deb nim qildi. Hamda uningdan boshqasi bu madaniyat inqilobidagi o'zining cho'ng'igan muhiti, zo'ravonlik, ashkunda urib chiqib, bir-birini o'ldirish, urush bo'lar. Am ularni desak, bak jiraqlab ketimiz, vaqtimiz shuni olib tugaydi. Shuningga yig'in chaqlab etgan vaqtida bu o'zini Mao Zedongga o'xshash Xitoyning yana bir shuningga o'xshash qonxo'r, rayimsiz, shuningga o'xshash hamda Xitoylar uni ulug'laydi. Zo'r bir turkum Xitoylar. Shu ulug'ninki o'rniga o'tish, Jiang Zemin, Hu Jintao deganlarni kayniga tashlash, amaliyotda shunday qilyapti. Hozir 2 kun oldin chiqqan ba'zi rasmlarda Mao Zedongning rasmi, Xi Jinpingning rasmi. Deng Xiaopingmi yo'q, Jiang Zeminmi yo'q, Hu Jintaomi yo'q. Bu demak, bu Xitoy shuni qarab menyapti. Maqsad shu. Shuning bilan biz buningki ashaddiy dushmani birinchi bo'lib qoldik. Ya'ni Xitoyningki yushurinda Xitoy madaniyatida biz yavoiylar bo'lganligimiz, bo'ysundirilmagan yoki bo'ysunga unmagan ishlar bo'lganimiz uchun shuni bizni Tibetlarni, Hong Kongliklarni bostirish orqali bizningki ham siyosiy raqiblar orasida ham xalq orasida e'tibor qozonmoqchi deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Undaqda biz addiyalashtirsak. O'zimizning bugungi temamizga kelaylik. 20 soatlik qildik. Bugungi temamiz yana bog'lanishliq Xi Jinping'ninki Urumchida Shayxonza qatorliq Sharq Turkistonninki markaziy shaharlarda elib borgan ushtumtut ziyorati bu xalqaroninki diqqatini tortdi. Bu bilishimcha o'tgan hafta, ya'ni 13-dan 14-gacha bo'ldi deyman. 12, 13, 14, 15. 4 gün. 4 gün oldu. 12, 13, 14, 15'ke. 4 gün durup da Ürümçi'de. Bizim vatanda. Bizim vatanda. Bu ziyaret nemini düşündürdü hamdi.
Bu ziyaret mesela Xitoyninki bu reisi 2014 2014 demek en burunki ziyareti. 2014. 2014 bizningki vatanimizni ziyorat qildi. Shu vaqtda Qashqarga bordi. Terörlük qattiq zarba berish, bölgünçülükке qattiq zarba berish degan shiorlarni to'lab Urumchiga kelganda, Urumchida portlash oldu. Nurg'un tadqiqotchilar buni Shi Jinpingningki siyosatidagi burilishningki nimasi deb qarayotdi. Balkim bu yuzaki shakli bo'lsa kerak masalanki. Endi buningdan 6 yil, 8 yil o'tgan bugungi kunda bu tuyuqsiz yana Urumchini ziyorat qildi. Endi bu ziyorat yana birga Hong Kongdan keyin bo'ldi deyman. Ha. Bularni bog'lab turib, tushungan vaqtimizda Xitoyning raisininki Sharq Turkistonga qilgan bu uchtumtut ziyorati nimani tushuntiradi, nima signal bermoqchi bu o'ziga yoki o'zining ichki qismiga, tashqi dunyoga? Xi Jinping 7. ayının biri Hong Kong'ninki yana atalmış qaytib kelgan kuni Xitoy qo'yniga Hong Kong'a bordi. Ama Hong Kong'da turmadı. Bu yerda 2 kun turib 31-sila bordi. Kech qaytib keldi. Shenzhen'da uxlab, ertasiga yana 1-sila berib, yana u yerda bir so'z qilib etib, söz qilgan maydonlari bor hammasida naiti o'zini qo'g'dab, hattoki xalqaroning degani bo'yicha analizchilarningki Hong Kongni qo'nishdimi qo'rqqan bu. Ama Hong Kong'a borgan vaqtida boradiganligini uqtagan oldin ola, bordi deyilgan, so'z qiladi deyilgan, ama faqat xalqlar hayron qolgan yeri shu qo'nmay Shenzhen'da qo'ng'ini bu analiz hayran kaldırgan. Hem bu demek bu qo'rqudu degan gapda. Hong Kongda qo'nishdin qo'rqudu. Bizning vatanga bo'lsa 12-sila beribdi, 15-i ketibdi, 16-sila Xitoy xabari uningdan keyin buning borganligini xabar qildi. Qaytib ketib bo'lgandan keyin bu demaklik bizning vatandagi bo'lgan qo'rqishi Hong Kongdanmi bekerek yomon. Texmi kuchlik, hatta berishini mi uqtiranmagan. Xuddi bir urush rayonini tuyuqsiz ziyorat qilgandeklar. Shundoq. Hamda bu yerda amaliyotda menga 13-sila kuni bir doim uchur yetkazib turadigan, men uqmayman, Uyg'urmi yo boshqami, onun aldida hamda 2 yosh bola deb o'yladim. Yo'qolib ketdi, men uchur yetkazayotgan. 13-sila atiganda o'g'inib qarasam, diktator Urumchiga keldi deb bir uchur keldi menga. Shuningla azroq ikkilandim. Diktator ham shu Shi Jinpingmi emasmi deb tushkicha boshqa bir amal qilgan bo'larmi buni isbotlagan deb tushkicha izlanib baqdim, topolmadim. Shuningla Twitter'ga 13-sila men chiqardim. Qaraganda Shi Jinping Urumchida ziyoratga o'xshaydi deb. Balkim jiqadam ishonmadi, shunanga jiq diqqat qo'zg'ayamdi o Twitter'in. Chunki uning boshqa ishim yo'q. Men mi diqqat qilmabdim hadis? 13-sila shu tushdan keyinroq chiqardim uni. Keyinda qarasam bu to'g'ri ekan. Demak, men uchur yetkazgan bola xeli nemisi bor demakda hamdi. Xudoyim saqilsin uni. Xudoyim saqilsin. Men bu hayron qoldim. Bu yerda Shi Jinpingningki berishi birinchidan men o'yladim. Bu 2014'te bağlan. Siz deganga o'xshash 2014'te bu berishning oldida Kunmingda vaqa bo'ldi. Biz bilmaydigan Xitoyni butun cho'chitdi. Butun Xitoy bo'yicha cho'chitdi. Uningdan keyin Shi Jinping bordi, oldi bilan Qashqarga berib, saqchixonaga kirib, balki odamni manda sanjiydigan bir qo'rallari bor, uzun to'mi. Agar diqqat qilgan bo'lsak, shuningdan birini ko'tarib elib, Shi Jinping rahimsiz bo'lish kerak, naq maydonni bir taraf qilish kerak, u bu deb nayte qattiq qo'lliqdagi bir tondiki
so'zni qildi. Kurallı yol yürüp belgen bir resimle bağ. Ha, resim bor. Ha. Onundan keyin Urumchi keldi. Urumchidagi janubiy poyezd vokzalda portlash yuz berdi. Shuning bilan bu xalqaroga alohida bir ta'sir ko'rsatdi. Jiqlar deydi buni hamda Xi Jinpingning hozirgi milliy qirg'inchilik siyosatini shuningga bog'lab, shuningdan keyin o'zgardi deydi. Hatto menga bir musulmon, Uyg'ur emas, birisi menga deganida, uning oldida Xi Jinpingning siyosati asl nihoyatda yumshoq Uyg'urlarga do'stona bir xil ekan. Shu voqeadan keyin butunlay o'zgarib ketgan deb. Ama mening shaxsan, mening bilishimcha, o 2009'dan tartib, shu Urumchidagi iyul qirg'inchiligidan keyin Xitoy siyosati o'zgarish qarab mangan, faqat qadamma-qadam mangashqa biz his qilolmagan deb o'ylayman. Hatto men o'zimni shaxsan Xitoyni ayt yaxshi tushunmadayman, men faraz qilolmabdim deb o'ylayman. Ben okugan nurg'un ilmiy maqolalarda şu Ürümçi qatlamini 5. yol Ürümçi qatlamini asosli burilish Xitoyniki milliy siyosadagi bo'libmi Sharq Turkiston qaratgan siyosiy burilish deb tunishtirdi. Ammo uning ichidagi kichikroq bir burilish shu yuqorida aytganda Kunmingdagi vokzaldagi voqea. Endi bu yerda meningki yana bir buni ayrimnim qildigan yerim, Amerikada men jiq hozirgacha oldiga chiqmagan Xeyli jiq Suriye peshqadam ziyolilar bor. Ularning ba'zilari men bilan ko'rishib paranglashdi. Men ulardan so'rganimda, shu iyuldan keyin 2010, 11, 12, 13gacha Xitoy markazi ko'plagan Xitoy ziyolilarini, Uyg'ur ziyolilarga nihoyatda yaqinlik ko'rsatib o'zini do'stona fikringni deb baqa, nima uchun bunda bo'ldi iyul voqeasida? Nima uchun bu Uyg'urlarning nafrati bunda yuqori degan vaqtida jiq ziyolilar yana soddalik bilan bu Xitoy ziyolilarga ko'ngildikini degan. Masalan, ular hammasi shu Xitoyni yana Xitoy hukumati tarafida turib degan. Ammo birsi majburiy siyaset o'zgarsa yaxshi bo'larmiki yoki markazda yo'q yerlik hukumat askilab qilayotganmiki mikin degan bilan masalan jiqaraq qo'ygan taklif mening bilishimcha birsi qo'shtil muarifni amaldan qoldirish, yana birsi shu majburiy Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkab, balki Xitoy zavodlarida ishlaydigan yosh qiz o'g'illarni, chunki bu iyul shu Shaoguandagi shu yo'tkaganlar bolalardir. Shuning uchun bu ziyolilarning bir turkumlari xuddi Ilhom To'xta apandimga o'xshash shu bir o'zgarish akilalamizmi degan urinish bilan bularga degan. Ammo bu Xitoylar bu yerda Uyg'urlarningki yanala o'zining madaniyatiga bo'lgan bu suyunish, bu madaniyatga bo'lgan faxr, bu madaniyatiga bo'lgan izchil varislik qilgan irodasini tekshirgan. Amaliyotda ularning bilmoqchig'ini shu. Shuning uchun oxirisi bu millatni yiltizdan quritmoqcha bu mumkin emasga degan xulosaga keldi, bu boshlandi. Shuning bilan endi buning bevosita piliklari Urumchi vokzal portlash, Kunming, Beijingga Tianmindagi mashina qatorliq bo'lar. Endi bu delolarning qaysi qancha %, qandaq biz uqmaymiz hozirgacha. Endi buni hadab turimiz. Ma'lum darajada Uyg'urlarning norozilig'ining yuqoriga yetganligining bir simvoli deb qaraymiz. Shuning uchun Xi Jinping badi uning bilan Mao tayya, uningdan keyin yana birisi Xitoyningki shu vaqtdagi ziyolilari, masalan Marong, Xulianghe, Huangang deganlari, bular ikkinchi avlod milliy siyosatini hozirgi shu. Mang'uzvatqini. Oningda hozir faqat bir qimig'ini Abnum Rayin degan qalpoqni yevatmadi. Oningda shuni yevitish kerak degan. Oningdan boshqasi hammasi hozir shuningki shularni qilyotdi. Endi bu oq ko'rinishlar deb bo'lib, bu yerga qaytib kelsak, bu oyning 12-kuni Xi Jinpingning tuyuqsiz uyaga berishi nima degan vaqtida
Birinci, ben o sakçı arqıpların degan vaqtda degandek, Xi Jinpingning birinchi maqsadi o'zini naiti ulug', naiti kuchlik bir dahi, xuddi Mao Zedong bilan barobar bir odam deb ko'zitish. Shuning uchun 2014 yilgacha bu Sharq Turkistonda qarshilik shunda zo'r bo'lgan. Hatto bu o'tni ma'lum darajada Xitoyning butun ziminiga yong'in yondirgan, yaygan Uyg'urlar. Buni bugungi kunda ko'rdingmi? Mana men hammani bostirdim. O'chirdim. Bularni bo'ysundurdim. Rasmlarga qarasak, Uyg'urlarning tanlab chiqqan Uyg'urlar ko'z yoshlarini qilib Xi Jinpingga etilib, o'zininki madiyasini etgan shu ssenariyalarni ko'ramiz. Mana ko'rdingmi? O'z vaqtida vokzalni portlatib, meni qarshi olgan bo'lsa, bugun yig'lab turib oldimga kelyapti degan bu signalni berish. Yana o'zini Mao Zedongdek naiti kuchlik, ulug' bir dahi, shuningga o'xshash rahimsiz. Bu signalni Xitoyning ichiga bermoqchimi, xalqaroga bermoqchimi? Xalqarog'imi, Xitoyning ichigami? Bo'libmi, Xitoyningki siyosiy qatlamidagi yuqori darajalik ziyolilarning ichida Xitoyda yana ma'lum darajada Xi Jinpingningki mangu sekretar bo'lishiga norozilik bildirayotganlar bor. Shularga bevosita shularga Asas qonundagi vazifa muddatini elib o'tishga qarshilar bor. Bor. Uni ivatdi, hozir o'zgartib bo'ldi uni asas qonunni. Xi Jinping mangu bo'lsa bo'ladi. Ama ikki qarorda qilib qilish, shuningga mana 10-oyning oxirisi, menimcha 11-oyda bu 20-qurultayda buni belgilaydi partiyaning sekretarligini. Belgilaydi deymiz, u yerda saylanma yo'q. Şu Xi Jinping o'zi birdan-bir kandidat bo'ldi, hammadan qo'lni ko'tardi. Ama shu qo'lni ko'targanimi hozir norozilik yana bor. Azroq bo'lsa-mu norozilik bor. Bu norozilik bildirganlarga buni ko'rsatish. Mening natijam. 7-oyning biri Hong Kongga bordi, men ko'rdingmi? Hong Kong mening oldimga keldi. Burun bo'lsa Beijingda bir gapni qilsa, Hong Kongda aytsa, u yag'an deb Xitoycha kitob, jurnallar shu kuni chiqarlatdi. Shu yerda so'zlayapti xalqlar. Hozirgi kunda Xi Jinpingni madiylaydigan ovozdan boshqa ovoz yo'q Hong Kongda. Endi bizning vatanda bo'lsa, vokzalda mayli qanday bo'lmasin, bir portlash orqali noroziliklarni bildirgan, Xotan, Pishchan, Qumul, G'ulja, Qashqa hamma yerda noroziliklar. Bütün dünyaya dank etken noroziliklar bo'lgan. Bularning hammasi hozir bugungi kunda jimjit besilib ketdi. Chunki xalqimizni lager, turma, o'ltirib, ziyolilarimizni solab, buni tinchitibdi. Shuning uchun birinchi Xi Jinpingning berishdagi maqsadi shu natijasini dunyoga ham bu yerliklarga, o'zininki raqiblarga ko'rsatish kompartiyasining ichidagi. Bu birinci maqsadi. İkincisi nima degan vaqtida? İkincisi bulto 12-oyning 25-i deyman. Chinchangoni tuyuqsiz yo'tkab markazga apadi. Machinery degan yana bir Xitoyga keldi. Bu akilishi bilan xalqarodami siyosat o'zgaradigan o'xshaydi. Balkim ba'zilarning aq ko'ngilligidan hamda Uyg'urning zulmiga chidimg'anligidan bir o'zgarishchi degan yaxshi niyati bilan bu o'zgardiga o'xshaydi degan kutganlar bor. Albatta Uyg'urlarning ichida ahmoqonlik bilan voy kagi yangi kagini doktorga, olimga bu o'zgardi deganlarmi chiqdi. Buni so'zlasak vaqt chiqib ketadi. Ammo bu yerda bizningki chet eldagi Uyg'urlardan tortib chet elliklarning qaymoqishiga o'xshashlar, chunki hozirgacha Chinchangoga bir aniq o'rin bermadi. Endi bergan bir o'rini yezigilik yetakchilik guruhining muavin guruh boshlig'i. Mana degan vaqtida bu o'smidi Chinchango markaziga borgandan keyin. Bu bir bulonga to'nglatqul sep qo'ygandek bundali bir tashlab qo'ydi buni. Shuning bilan bu yerda
bizning vatandagi Tinchanggo'ga agishib, vahshiylik bilan Uyg'urlarni bostirgan, qirgan, qiynagan bu Xitoy amaldorlari. Masalan, ba'zilari hatto Amerikaning jazo tizimlariga kirgan. Bu Xitoylarda azroq tavrinish bor, mening bilishimcha. Bu siyosat to'g'rimi, xato bo'ldimi? Xitoyning markaziy hukumati demişqa Chinchogani olib ketdi, yo o'stirib bir amalga qo'ymadi, yoki etmedi. Uning icraçılarınınki biraz ikkilinişi var demekçi de. İkkilinişi. Bularda bu çünkü Xitoyda hammamiz bilamiz. Agarga adami yiqildi, hammasi tang yiqiladi. Hammasi tang yiqiladi. Ularni ya jazolaydi, ya bo'lmasa biraqli supurib tashib etadi, tugaydi. Ammo bu Xitoy Kompartiyasining ichida bu agash kuchlarning hammasi ustiga chiqqisi va yanchug'in to'ldirg'isi va pulni to'ldirib bir yerga berib qo'ygandan keyin Amerikaga qochqisi va qarabdi Yevropaga. Pulni xashlaydigan pensiyaga chiqqanda. Shuning uchun bular bu vaziyatdan zodi qaysi tarafga davomli qoldirmagandoq, milliy qirg'inchilikni yana shu vahshiylarcha ib boramdi yoki azroq qarab boqamdi, kutib boqamdoq degan bu tavrinish. Shuning uchun Xi Jinping bu berish orqali bu siyosat tuzgan man. Buning orqada man bor. Man tushmadim. Tinchanggo u yerda tug'ini bilan u faqat ijro qiluvchi. Shuning uchun bu siyosat davomlashadi. Faqat o'zgarib azroq pardozlash, masalan bu budaqitim bag'ında qonuniy bo'yicha idora qilish deganni alohida ta'kidladi Xi Jinping bir necha yerda. Qonuniy o'z vaqtida Nazi Germaniyami artıq yaqinda o'qidim. Shu vaqtdagi Yevropadagi qonuniy eng ko'p davlatning birisiga to'xtamay qonun chiqarib, Yahudilar to'y qilsa olmaydi, Yahudilar hukumat ishlasa olmaydi degan qonun tuzgan. Bu qonunmi desa qonun emas, bu bir haqorat, diktatorning idora qilish, qirg'inchilik olib berishdagi bir padas. Xi Jinping hozir shuni ta'kidladi. Bu shu orqali bermoqchi bo'lgan signali bu siyosat davomlashadi, ammo pardozlab mangimiz hamdi. Deb buni bermoqchi. Yana Tinchanggo'ningmi balkim 20-qurultaydan keyin qayta bir muhim o'rinlarga qo'yilib kelish ehtimolining borligini ham uningki bu yerda ipagan siyosati xato emas. Hammasi Xi Jinping'ninki o'rinlashtirishi uchun manganligini yana bir qitim uyaga berib ta'kidlash. Bundan chiqarganim sizning qarashingiz hozir Xi Jinping'ninki bu Uyg'ur qirg'inchiligi siyosati davomlashadi. Odam almashgan bilan o'zgarmaydi demoqchi. Shundaqmi? Shundaq. Xi Jinping'la bor bo'ladi ekan, bu Xitoyning bu milliy qirg'inchilik siyosati davomlashadi. Faqat qadamma-qadam. Abay oldida biz yaxshi yeri saqchi arqipini deb o'tdik. Shuningda Tinchanggo'ning so'zdim bor. Meni 5 yillik avatgan deydi. Xi Jinping meni 5 yillik avatgan, ammo men 10 yil ishlashni talab qildim deydi. Ammo Xi Jinping uni 10 yil turg'izmadi. 5 yildan keyin akatdi. Demak, shu 5 yilga avatdi, 5 yildan keyin akatdi. Bu yerda uni ilqi bir ivatgan yoki boshqa bir narsa emas bu. Bu yerda bu siyosetninki davomlashtirilishiniki ehtiyoji nima? Ehtiyoji Xitoy uchun Uyg'ur Xitoyning dushmani. Bu zamin Xitoyning emas, Xitoy nihoyatda aniq biladi. Amdiki kunda bu milliy qirg'inchilik dunyoga taqilib bo'ldi, dunyoning e'tirof qilishi, dunyoning qo'llashiga erishdi. Bunda bir sharoitda Xitoy endi andish qildig'ini, Uyg'urlarni bu siyosatni to'xtatib qo'yib bersa, Uyg'urning texmi kaskin, texmi qat'iy niyat bilan bu kurashni g'albilik oyoqlashtirish ehtimolining borlig'idan Xitoy andish qildi.
diktator hakimiyetleri hemiz görünüşte, güçlükte görüngen bilen. Biz Rus'ni görüyoruz hazır Ukrayna uğraşıda. Hemmimiz birinci günü kirge vaxtıda hatta ki ben bu bir cıkos bir haftadan keyin Kiev'in hemini ip buldu dep oylagan. Ama hazırgıça Ukraynalıklar uğraşıyordu. Rus hatta Biden'ı kutkuluşka ayıplan evet değil mi diye Zelenskiy var. Bu demek o diktatör hakimiyetle görünüşte güçlükte olan bilen özü aciz. Şunun için diktatörler hemisi kokancak geldi. Endişe kıldı. Gumankor geldi. Şunun için Xi Jinping mu bu yerde hem de bu siyasetini boş tutla kalsa, Uygurlar fırsat gelse, mesela şu lagerlarda kıynalgan, mağalaydıqanlı bolsa, cini bağ olsa, ular çıksa, herkes 3 ay kamaydı. 3 ay kamaydı. Her kanda bir Uygur'un hazır kan qarızı var Xitaylar bilen. Bunu amay mümkün emas. Şunun için bu yerde Xitay hazır ületirişige qarmay şu yolga qarap meňiwatydy. Bu ikincisi hamdi. Özününki bu yerge berdigan signali bu siyaset davamlaşıdı. Üçüncüsü hamdi nima diye vaqtida bu yerda xalqaranın cazası, xalqaranınki qozgılışı hem bolupmu Bingtuanni cazalışı Xitayninki bizning vatandan chiqqan paxta, pomidor mahsulotlarini cheklash, boshqa mahsulotlarni majburiy emgakini cheklash, emgak mahsulotlarini cheklash. Shuning bilan Xitoyninki bo'libmi Sharq Turkistonda iqtisodiy asqidi. Nayt o'sal ahvolda. Bo'libmi Bingtuan? Chunki Bingtuan 97-yili G'ulji voqeasidan keyin, G'ulji qirg'inchilikdan keyin Xitoy Bingtuanni ikkiga ayirgan. Shahar shimoldagi Bingtuanlari asosan iqtisodni kontrol qilish avtonom rayonining. Atalmış chegara bilan Uyg'ur rayonidagi Bingtuanlari birincisi nopsni avutish Xitoyninki, ikkinchisi bostirish politikaga vaqtida Uyg'urlarga bostirish qurolliq bostirishni ip berish. Shuning uchun mana degan vaqtida Urumchi, Shixanzi, Kuytun, Mayaqdagi Bingtuanlari iqtisod orqali yana bir qismini ta'minlash. Yana bir qismining vazifasi ishlab chiqarish emas, o'zininki jinni beqish emas, Uyg'urning ziminni egallash, Uyg'urni bostirish mush yo'l funksiyasi. Endi bu Amerikaning jazosi, xalqaroning jazosi bilan Xitoyninki bu ishlab chiqargan paxta hozir besilib qoldi. Yaqinqi xabarga qaraganda bultoq paxtasini tek setib ololmabdi. Shunda jiq besilib qolgan. Ham bir yilqi paxta kelar oydan tortib 8-oyning oxirisi paxta chiqdi. Asosan masalan Shixanza, Kuytundan tug'an yerlar paxtadan boshqa mahsulot yo'q u yoqlarda. Shuning uchun iqtisodiy Bingtuanninki asqash Bingtuanning iqtisodining vayron bo'lishi bu milliy qirg'inchilik siyosatining davomlashishiga imkon yo'q. To'sqinlik manda degan vaqtda. Shuning uchun Xi Jinping berib iqtisodni ta'kidlagan bu da. Shuningga ba'zilar voy o terrorizm qarshini bak ta'kidlamabdi, iqtisodni ta'kidlabdi. Shuning uchun siyosat o'zgardiga o'xshaydi. Yo'q, bu yerdagisi o siyosat o'zgarish emas. Ma'u siyasetini qanday davomlashtirish, uning mablag'ni qanday tepish, buningga Xi Jinping berib, Bingtuanga balkim biz hozir ko'rmadik, alayda siyosat, talon-taroj qilish ruxsat yoki Xitoyning markazidan pulni texmi besib, bularga avataveradigan shu yo'llar bilan bularga yana bir iqtisodiy jihatdan bir chiqish yo'l tepib berish. Bu yerda menga yana bir narsa so'g'im keldi. Xitoyninki navbatdagi iqtisodiy ahvolimiz yaxshi emas. Degandek bizning rayondagi Sharq Turkistondagi Bingtuanninki iqtisodiy ahvoli texmi nachar, chunki jazoga yo'liqdi. Bundaq ahvolda bu iqtisodiy besimdan qutulish uchun xalqaroning jazosidan, xalqaro deganda Amerikaning asosligi jazosidan qutulish uchun siyosatni o'zgartirish bo'yicha ehtimolligi yo'qmi? Nimishqa yo'q agar yo'q bo'lsa? Xi Jinping siyasetini o'zgartirmaydi. Bu o'zgarsa
Mana degan vaqtida bunda bir qonxo'rlik siyosatini o'zgartma deb aql bir qadam chekinsa, qadam chekinadi, oxirisi Xi Jinping o'zi o'riladi. Buni sotqa tortadi. Mayli hozir u aqlga chekinmasin, siyosatni o'zgartmasin, baribir u hamon bir kuni sotqa tortildi deb o'ylayman. Haqqoniyat hamon haqqoniyat o'ychmamidi. Lekin Xi Jinpingning o'rnida degan vaqtida Xi Jinping mangu rais bo'lmoqchi. Bu Mao Zedongga o'xshash Xitoyning yana bir yaqinqi zamondagi ulug'i bo'lmoqchi. Shuning uchun bu mang'uzgan siyosatini davomlashtiradi. Chunki buningda bu hech qanday bir mag'lubiyat uchirganini ko'rmadi. O iqtisodiy jihatdagi asqash, iqtisodiki qiyinchilik Xi Jinpingning oldida hech nima emas. Chunki uning qo'sig'i oshqolmaydi. Uning moli shundoq bo'lsa. Ha? O bizning vatandagi iqtisodiy chekinishni mas'ul deb qaramaydi. Ya, mas'ul deb qaramaydi bular. Mas'ul deb qaramaydi. Shu hukumatning xodimlari, hukumatning amaldorlari, shularning muoshi bo'lsa, shularning qo'sig'i to'ysa, qolganlarningki oshqalamdi, ko'chiri qalamdi, uning bilan bak cho'ng andishi yo'q Xitoy hukumatiningki. Shuning uchun bu yerda buning berib hal qildig'ini shu, buning siyosatini ijro qilayotgan bu Xitoy amaldorlari, Xitoyning birinchi saptiki soqchilari, harbiylari, bularningki iqtisod masalasini hal qilsa, qolgan uning ichidagi puhra, hattoki shu Xitoy puhralarini qurbon qilib deyiladi. Bu madaniyat inqilobida uning oldidagi atalmış 3 yil ocharchilik degan 59-60-61dagi Xitoyning bizning vatanga ta'sir ko'rsatgan ocharchiliklarda hatto bolalarni almashtirib yegan, ammo hech kimning kari bo'lmagan Xitoylarningki, amaldorlarningki. Shuning uchun bu yerda 3-chi Xi Jinpingning berishki maqsadi shu. 4-chisi hamda oxirgisi, shuni bilan xulosalaymiz. Xi Jinpingning berishki maqsadi xalqaro dunyosiga bo'libmi, Xi Jinping Putinga o'xshash yolg'iz qoldi, bechora. O'zininki nemisi bo'yicha. Biz agar 2-3 kunning oldida Erondan, Tehronda Turkiya, Eron, Rus 3 tarafning yig'ini bo'ldi. Hammamizni hayron qoldirgan birsi Putinning Erdo'g'onni saqlab turgan 1 minutga yaqin. Nayti bearamchilik bilan saqlash. Bu birsi. Ikkinchisi Eronninki bosh diniy ulamasi ham diniy dohiysi bilan ko'rishgan vaqtida Xameneyga deyman. Shuni ko'rishgan vaqtida Putinning o'tagan o'rniga qarasak, kichik bola muallimning oldiga borgandek bir xil titrab turib oldida shu 5-sangilt ko'rishganda ko'rishdi. Bu demak Putindek bir o'zini o'z vaqtida Sovetninki varisi bo'lgan Rus imperiyasininki bosh diktatori shu kunga qoldi. Buni biz bir yilning oldida Erdo'g'onni saqlatganda Erdo'g'on shuning javobini beribdi-da. Javobini berdi. Bu ne biz ko'ryapmiz? Xi Jinping mi ko'ryapti, boshqalar mi ko'ryapti bunda ahvolda? Xi Jinping mi xalqaroning jazosi bilan bu jitim xuddi Putinga o'xshash. Do'sti yo'q. Hatto Shimoliy Koreyaning Kim Jong Un mi hozirgisi Xi Jinpingni yaratmaydi. Shuni o'ynab qo'ydi. Shuni o'ynatdi. Shuning uchun Xi Jinping bu yerda xalqaro dunyosiga birsi Hong Kongga bordi, xalqaroning eng diqqat qilayotgan, norozilik bildirayotgan. Uning keyinda bizning vatanga bordi. Demakchi o'g'ini uning bergan signali men karim yo'q. Sen nim qilayva, ammo men degan Xitoyning ulug' bir doisi, men shu bo'yicha mangayveraman. Bu siyosatim o'zgarmaydi. Sening jazoring men nim qilmaydi, hech kim ko'rsatmay. Xuddi Mao Zedongga o'xshash. Mao Zedong o'z vaqtida butun dunyo uni ayblasimi darvozani taqab qo'yib, o'zining xalqi, ishg'oliyat ostidagi xalqlar osh qoldimi, o'liyotamdi, parvoyi pelak,
Ama dünyaya bulun pişkak, Afrika, Asya, hatta Indoneziya, Malaysiyadaki Xitay komünistlerine koral yaraktan tatip kalçıstangıcı təminləb bəgən. Özü aşqagan, özünün xalqının qoğunda işten yok ama iştenini apırıp aşulağı bəgən. Bir taraftan Amerika, yine bir taraftan Soğut kışlıtını etip şu vaxtda. Şu vaxtıda. Xi Jinping'nin kıvatkını opma oxşaş. Şununla bunun tötünce bu yerge bu vaxtıda berişi şu dünyaya yani bir qitim özünü mana ben başta kılalıdım, kıldım. Ne mi kılalaysa dep şıltın etiş, hayvı kılış. Bu kadar Xitay reisinin ki biz navaten kılgan ziyaretinde bu asaslıkı merkezi şehir Ürümçi'den sırt Bingtuen'in asas kıptı. Bingtuen'le Şihenzi'yi beripti. Bingtuen'i yoklaptı. Bu Kaşgar Xoten'e bağlıdır. Bu ırkı kırgınçılıkın ki aslında merkezi noktası Kaşgar Xoten. Eğer bu şu yerdeki hizmetlerini bevasıta közülen köylüsü olsa şu yerlere beriş gerekti. Bunun biz nemini düşünümüz. Yani bu fakat şu yerdeki Xitaylarga, Bingtuen'ge yukarısı da ötkendek. Çinçöngo'nun varislarına bir yenildi menba deyiş için xuddi bir uruş içindeki devletinin prezidenti askerlerini yoklap kelip ularni rag'batlantirib qo'yib qaytgandek chun. Uştaq bir maksat üçün şundaq kıldım yoki bununki başka Uygurlarni merkez kılgan rayonlarga bormasligidagi sebep sizningcha nima? Menimcha birisi qo'rqish. O taraflarga berishdan o'zi ishonmaydi. Yana birisi biz diqqat qilsak, masalan rasmda ben şu Ürümçi'de atalmış köp milletler karşı aldı degan bir ayollarcı qaraq resim var. Şu resimni yakın kengay çoğun kılıp körüp baktım. Onun içinde Uygur çeklik. Uygur'un kiyimini kiyip algan Xitayla birinci rette cıqaraq. Bir iki üçle Uygur ayolu var. Atlas köynekni kiyip alıp Şunun bu demeklik Xitay işinəməydi. Ama şu günü ıssıq gün Xi Jinping bir qılın bir kök çapan kiyip algan. Belki bunun içige ok ötmeydiğen jaket kiyip algan dep bazılar şunu mu paraz kıldı. Ama siz eğer qarısınız Bingtuen'ge bağa vaxtıda kaltiyan köynek kiyip algan. Demek Xitayning yeniği bağanda qo'rqmaydi, rahat juralaydı. Ama Uygurlar aralashgan arkanda bir yerde bu özü bilidi. Bir milliy qirg'inchilikni yeb bağan. Şunun için arkanda bir yerde kütmegen yerden üç alıdığan bir Uygur'un çıkıp gelişi hiç dememez. Elbette mümkün. Şunun için bu qo'rqudu. Şununla Kaşgar Xoten'ge berishdan qo'rqqan. Hazırki hamdi pan texnika uskunalarida bu aşı Ürümçi'de turup Kaşgar Xoten'nin hamısı bile görüşerlerdi. Yaki o Xitaylarni Ürümçi'ge kelip. Şununla bu aldır bağanda mening bilishimcha aldıda Şihenzi'ge bağan. Ürümçi'ge beripla uddul Şihenzi'de Bingtuen'ninki amaldarları bilen Xitaylar bilen görüş bulup onundan keyin yani Ürümçi'ge qaytib kelip u yerda Abnum rayonininki rahbarlari bilen andan keyin Turpan'a bağan. Bu demek yana bu Xitayning merkezini asas kılıp bağan, bizim vatanga bağanda. Bunun nemini düşünelim. Mesela Xitay merkez hükümetinin nezdiride Abdunum rayonluk hükümet yani Xitayning kontrolüqida, Xitay partikumunun kontrolüqida şundaq turuqluq yani Bingtuendek işençilik emas. O seyinek. Yoki Xitayninki nima amaldor qatlami yoki Xitoy xalqiga nisbatan beradigan uchur jihatdimi Bingtuendek muhim emas deganni yakuni chiqa olamdi. Shundaq. Bu azaldan shunda bo'lib kelayotgan. Masalan, Xitoyninki hozirga qadar ichilgan Xinjiang Gongzhou Hui deydi Xitoycha. Xinjiang xizmat yig'inida bir Uyg'ur qatnashmoqmidi? Abnum rayonining raisi mi qatnashamidi? Hattoki markazida ministr bo'lgan Nurbakir ministr vaqtida mi qatnashamidi?
Ama Bingtuan'ның Xitayları var onun da. Bingtuan, Slingyuan, Zhongwei hepsi var. Bu demek nime degende Xitay ezelden Abdunum rayonunu özümü bu bir korçak hükümet dep qaraydı. Hiç kaçan o bir resmi hükümet dep mi qarmaydı. Özlüğü nispeten mi bir mahiyetli nesi emez? Emas. Şununla Abdunum rayonunki baş sekreteri Bingtuan'ның birinci komisarı buludu, siyasi komisarı. Yani hem Bingtuan'ның başlığı partiyanın tarafından hem Abdunum rayonunki. Şununla bir yerde Bingtuan Abdurrahman reisininki nime? Bingtuan'a nispeten hiç kanday hukuku yok şundan koy bilişince. muavin bir siyasi komisarı buludu. Komisarlıkını verildi o değil mi? Ama o muavin siyasi komisar degen o namdaki. Ondakta ahirki bir sual bolsun. Bir saatini eşittim. Biz bu kadımki Xi Jinping'inki Hong Kong, Şarkı Türkistan ziyareti, ondan başka faaliyetlerini bununki güçlü bir rehber buluş ve özünün siyasi neticelerini gösteriş için ilip verilgan bir katımlık teşvikat karakterlik bir faaliyet dep xulasıladık. Aldığımızdaki Xitay'ınki kurultayda sizce Xi Jinping sayılını alamdı? Tünegin Amerika avazının Xitayçısını ziyaret kılıp sayılnamdı degen gap öz hata dedin. Nima degende Xitayda saylam yok. Yani devamlık bolalandı desek belki Uygurçunu mu doğru olurdu. Tamam, devamlık yine vazifesine devamlaştırılamdı. Menimçe devamlaştırdı. Ben bunu bu doğruluk bir işgayının aldığı Xitayla talaşka vaxtı degendim. Bu boludu. Çünkü bu hazırgıça rakimlerinin hemmisini juguşturduğanını bir iki yılın aldırla juguşturup oldu. Hazır hakimiyetini koluğa naiti çangallı oldu. İkinciden Xitay hakimiyetinin içinde hemmisi digidek bunun ulan takdirdaş manda diye vaxtıda. Hemmisi kanıxor, hemmisi paraxor, hemmisi şu siyasetninki azdır köptür çitilgisi, hemmisi bu siyaset, bu tüzümninki menfaat ilgisi. Şunun için Xi Jinping'ni düşürüş için fakat siyasi özgürüş kılış gerek. Bunda bir siyasi özgürüşün akıbeti eşkanda bir Xitay'ninki üstüdeki siyasi büronun içindeki bu yet Xitay'ның hiç kaysi bunun akıbetini kokmay mölçerleyemeydi. Azırak kontrolden çıkıp gelse özümü tan, şu siyasi özgürlüğünün kurbanı buluş, özümü tan örülüş ihtimali, hatta Komünist Partiyası mı bütünlay gulap gidip, hemmisi hesavatlı kelişi ihtimaliden kokudu. Xitay naiti şahsi bu emeldarları naiti şahsi menfaatperest kokunacak kaylıdı. Bunlarda itikad yok. İtikad bulmayan millette hakkaniyet prensibi ölçümü onda güçlük olmaydı. Bir itikadı var millette en ahirisi bağa yerde bir yerde ölçem var. O ölçem yana itikad yaratqıcı bekitken ölçem hak oludu. O yerge kelgende xeyli jiqi özünün cinini tikelaydı. Cinini tikelaydı. Ama itikadsız milletlerde bu ölçem bulmaydı. Bu dünya ularning hamma nemisi. Şunun için ertigili köz yetse yaşaşka bugün onunla kurban berişini halap ketmeydi. Köpüncüsü şundan çıkıdı. Şunun için Xi Jinping'ni bolanmaydı desek siyasi özgürlük buludu diyen gap. Ama şunda boske dep oylayma, kütüme, Kudayımdan tileyme. Çünkü o bizge bir fırsat verdiğin fırsat o. Ama lekin Xitay'ның tarixini, Xitay milletiga bo'lgan mening shaxsiy tushanchem bilan bu bir necha ayning ichida unda bir cho'ng o'zgarishning bo'lishini hech qanday bir iznasini, signalini ko'rolmadim. Shuning uchun Xi Jinping yana sekretar bo'ldi. Bunun siyaseti yana başında mangdı. Ama bu yerda bunun bilan biz ümitsizlenmesligimiz gerek. Birinci, biz itiqadi va millat, yaratquchi, qudratlik,
Sovet öz vaqtida dunyoda Amerika shilting etib yurgan, hech kim bilmadi. Amerika paraz qilinmagan, g'ulab ketdi, yo'q edi. Shuningga o'xshash, birinchidan Allohdan kutimiz, ikkinchidan Xi Jinpingning bu hakavurligi bilan, masalan, tuniga Amerikaningki CIA'ning boshlig'i bir dokladida manda dedi. Ukraina urushidan keyin Xitoy Tayvanga hujum qilishini qayta o'ylanyapti, ammo voz kechmadi, vaqt izlayapti deydi. Vaqt izlayapti deydi. Voz kechmadi deydi. Mening farzimda buni jiqtab ketdim, ta'kidlab takrar. 2024 o'pchorisini Xitoy bir fursat deb o'ylashi mumkin. Shu vaqtida Tayvanga hujum qildi, Xitoyning parchalanishining boshlanishi. O bizga fursatning boshlanishi. Shuning uchun umidsizlanmasligimiz kerak. Har qanday ish yuz berdi. Siyosiy o'zgarish men dedim, ko'ranmadim dedim, ammo meningmi xato chiqishi mumkin. Chunki Sovetni shunda jiq olimlar tadqiq qilib, hech kim unda g'ulaysini bilanmagan. Men ularning darajasidagi olim emas. Xalqaro munosabat, to'g'ri, xalqaro munosabat sohasiniki shu iniqsizligi kishidan haqiqatan hayron qoldirdi. Shu sohadagi shuncha tahlil qilgan, mulohaza qilgan mutaxassislarmi ba'zi hadislarniki kutumda o'zgarishni oldin faraz qilinmaydi. Sovetning yiqilishi amaliyotda g'oyat zo'r bir hodisa 20-asrdagi. Ammo shuni u qadar tez bo'libmi 1991-yil yuz berishini hech kim faraz qilmaganda. Shuni deganimizdek, endi umidsizlanmaslik kerak. Har qachon o'zgarish yuz berishi mumkin. Oxirgi savolimni Xi Jinping'ninki davomli vazifa o'tishi Uyg'urlarga nisbatan qandaq ta'sirlarni elib keladi degan savoldi. Buning javobimi chiqib bo'ldi meniki. Yig'in chaqlab desak, yig'in chaqlasam, yig'in chaqlasam, bizga bu milliy qirg'inchilikninki birinchi qotili dedim Xi Jinpingni. Shuning uchun bu Xitoy yo'qimigacha bu siyosat davomlashidi. Bizningki bu mushkul millat qutulush ko'rishimiz texmi mushkul bo'lishi mumkin. O'z vaqtida Yahudiy qirg'inchiligida bu yerda yana bir qisqa. Shu vaqtdagi dunyo Yahudilar qurultayining raisi bizning Uyg'ur qurultayiga o'xshash ism bilan dunyo Yahudilar qurultayi. Raisi Roosevelt bilan yaqin ekan. Shu Oqsaroyga berib, kuchurlarni yetkazib, shu lagerlarni bir amal qilsak bizni qutuldirganga deganda Rooseveltning bergan javobi Nemisni, German Nazilarni butunlay mag'lub qilmagicha Yahudilarni qutuldirishga hech qanday kuchimiz yo'q, boshqa amalimiz yo'q. Shuningga bizning qo'llanglar, bizga moslashinglar, Germanni mutlaq butunlay mag'lub qilgicha biz bilan birga bo'linglar degan. Shu bo'yicha bo'ldi hamda oxirsida hozirgacha jiq talashlarga Auschwitz'ni bombardimon qilib baqqanmiz qanday bo'ladiki, odamlar saqalatdimi u bu degan, ammo bo'lmagan. Shuning uchun ham yig'in chaqlab desak, Xi Jinpingning siyosati xuddi Hitler o'lganda Yahudilar saqqaganga o'xshash, Xi Jinping o'lgan vaqtida bizning qolganlarimiz bu kurashni davomlashtiramiz. Ammo shu vaqtgacha biz dunyoda hozir bizga xuddi shu vaqtdagi Yahudilar kelgan fursatga o'xshab fursat keldi. Xalqaro Xitoyni dushman deb qarayotdi Amerika boshliq. Biz shularga moslashib, dardimizni anglatib, qo'limizdan kelishicha dunyoni uyg'otish, Xitoyning mohiyatini tushuntirish, shu orqali o'zimizni tarbiyalash, tayyor qilsak, shunda bir fursat kelgan vaqtida keladi, Xudoyim buyursa, biz vatan ham xalqimizni qutuldirishlar emas, bu millatni qandoq qilib qaytadan dunyo xalqaro ilg'or millatlarning qatoridan o'rin olgan shunda bir madaniyat bilan tanishtirishga shuning umidni bog'lash deb qarayman. Rahmat. Yuqoridagi Yahudilar haqidagi bayonlardan men umidvor bo'ldim. Xuddi u dunyo Yahudi qurultayining raisi ayni vaqtda Roosevelt degandek
Bizning Dünya Avrupa Politiğinin reisleri mu devatı da yıllardan bu yan. Belki şu Xitayni tamamen mağlup kılsak, xuddi Germaniyani mağlup kılganda Yahudiler azat olgandek, biz mu azatlıkka çıkışımız mümkün inşallah. Buldu bugünkü sohbetimiz nayten yaxşı boldu. Kaderli körülmeler, bugün bu şeye geçe sohbet elip bağın bulaylı davamlılık yine ekranımızda paydalık sohbetten elip barımız. İlşatkam davamlılık mehminimiz bulup durdu. Emіз İlşatka, rahmet. Sizге rahmet, ekran aldırki barlık kerindaşlarga rahmet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.